To'g'ri aytib beradigan kinoyim sizni o'ylantirib qo'yishi aniq. Bu zamonaviy kino emas, juda ham eski kino. 2000-yildan oldingi kino. Lekin hozirgi davrga juda ham mos keladi. Nomini oxirida aytaman, ta'riflashni boshladim. Boshidan ikkita fakt. Interstellar filmi aynan shu kinodan ilhomlanilgan. Ikkinchisi, agar siz filmdan tez va tushunarli syujet kutayotgan bo'lsangiz, bu kino siz uchun emas. Film asosan insoniyat evolyutsiyasi, kosmos va sun'iy intellekt haqida. Filmda ba'zi sahnalar juda ham sekin o'tadi. 5-10 daqiqa shunchaki gaplarsiz, hech qanday dialoglarsiz ham o'tishi mumkin. Ko'proq vizual va musiqa orqali hikoya qilinadi. Ba'zi sahnalarda esa bu nima o'zi degan savol tug'iladi. Bu esa film rejissyorining asosiy maqsadi. Sababi bu asarni ko'rish davomida siz tomoshabin emas, tajriba quyoniga aylanasiz. Inson nima, ong nima, texnologiyalar bizni qayerga olib boradi degan savolga mana shu 1968-yilda chiqqan filmda falsafiy javob qidirib ko'ramiz. Va filmda sun'iy intellekt bor, Hal 9000 degan. Bu esa o'sha davr uchun shunchaki shok. Xullas, bu filmni uncha-muncha inson tushuna olmaydi. Film nomi esa 2001 Kosmik Odisseya. Eng zo'r rejissyorlardan birining eng zo'r asarlaridan biri. Biroq juda ham hayronman. O'sha davrda sun'iy intellektdan gram chuncha yo'q paytda qanday qilib bu darajada o'xshatish mumkin? To'g'risi hayronman. Bizga obuna bo'lib qo'ying va filmni ko'rib olib, izohlarda o'z fikringizni yozing.